Hadislardagi Musa alayhissalomning o'lim farishtasini urib ko'zini qo'yayotganligi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Musa alayhissalomga o'lim farishtasi avatilganda uni urib ko'zini qo'yayotgan. Farishta Allohning huzuriga qaytib, "Meni o'limni xolamaydigan bandaga avatibsan" deganda, Alloh u farishtaning ko'zini asliga keltirib, uning qashig'iga berib degan: "U kallaning dumbisiga qo'lini qo'ysin. Qo'li tegishib turgan har bir tal mo'y uchun uningga 1 yil umr beraman" degan. Musa alayhissalom: "Ey Rabbim, uningdan keyinchi" deb so'ragan edi Alloh. "Uningdan keyin o'lim bor" dedi. Musa alayhissalom: "Undaqda hozirli jinimni alg'aysan" dedi va Baytul Muqaddasga bir yo o'qi yaqinlashtirib dafn qilinishni so'radi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men ashu yerda bo'lgan bo'lsam, uning yo'l yoqasidagi qizil qumloq qashidagi qabrisini sizlarga ko'rsatib qo'ygan bo'lardim" degan. Sahihayndan. O'lim farishtasi Azrail Alloh taolo bandalarning ruhini qabz qilishga muakkal qilgan farishtaning ismi. Isroiliyat, ya'ni ahli kitob rivoyatlarida uning ismi Azrail deyilgan bo'lsa-mu, bu ism yo Qur'onda yoki sahih hadislarda kelmagan. Balki u ba'zi oyatlarda, masalan, Sajda surasi 11-oyatda va hadislarda, masalan, Buxoriy 1339, Muslim 2372-hadislarda o'lim farishtasi deb atalgan va ba'zi oyatlarda uning yordamchilari borligi bayon qilingan. Ba'zi dinsizlar va azg'unlar odamzod qandaqmi jismi bo'lmagan farishtaning ko'zini qo'yalaydi. Musa alayhissalomning Allohning avatgan elchisini urishi qandaqmi joiz bo'ladi? Bu avatkuchiga qarshi chiqish bo'lmamdi? Farishta Allohning amriga qarshi chiqib jon olmasdan qaytib ketgan bo'lmamdi degandek qamlashmagan savollar bilan bu hadisga masxara aralash hujum qilgan. Hozirgi zamondami bu hadisni aqlga zid deb qaraganlar bo'lgan. Ularga javoban va mu'minlarga izohlab deymizki, Alloh taolo o'lim farishtasini birinchi qatimda Musa alayhissalomga amr ijro qilish uchun emas, Ibrohim alayhissalomni o'g'lini bo'g'izlashga buyurgandek sinoq tariqasida avatgan. Bo'lmasa, farishtani urgan chaqning o'zida jinini olgan bo'ladi. Farishtalar inson siyoqida kelsa, payg'ambarlar ularning farishta ekanligini bilmasligi mumkin. Ibrohim Xalil alayhissalommi mehmon sifatida kelgan farishtalarni tonimagan. Ularning farishtalar ekanligini bilgan bo'lsa, ularning tamoq yemaydiganligini bilib turib, ularga bir muzayni kavob qilib akilishi muhol edi. Lut alayhissalommi mehmon farishtalarni tonimagan. Davud alayhissalommi yeniga kirgan odam suratlik 2 farishtani inson deb o'ylab qolgan. Maryam alayhissalommi farishtalar uning qashig'iga kelganda ularni tonimagan. Tonigan bo'lsa, ulardan qo'rqib Allohdan panohlik tilamagan bo'ladi. Bu hadisdagi vaqalikdami Musa alayhissalom o'lim farishtasini tonimag'achqa uyga ijozatsiz kirib mahramiyatiga tajovuz qilganligi va jinoni olaman deganligi uchun uning farishta holatidagi ko'zini emas, inson siyoqidagi ko'zini qo'yayotgan. Musa alayhissalomning uning farishta ekanligini bilib turib, uning ko'zini qo'yib o'tishi muholdir. Musa alayhissalomning shar'iyatida biznikiga o'xshashla uyga besib kirgan yoki hujum qilgan kishiga ehtiyojiga qarab taqobil turish ruxsat qilingan. Demak, Musa alayhissalomning qilgani mubah ishdir. Birinchi qatimda o'lim farishtasi Musa alayhissalomni o'lishni xolamagan deb o'ylaganicha qaytgan va "Meni o'limni xolamaydigan bandaga avatibsan" degan. Ikkinchi qatim kelganda Musa alayhissalom uning o'lim farishtasi ekanligini va uning Alloh tarafidan kelganligini bilgan va "Jinimni hozirla alg'aysan" degan. Navoda u birinchi qatimda uni tunigan bo'lsa edi, ikkinchi qatimqadek javob bergan bo'ladi. Demak, Musa alayhissalom uyiga ijozatsiz kirgan kishining o'lim farishtasi ekanligini bilmaganlikdan uning ko'zini qo'yayotgandir. Uning ustiga payg'ambarlarga o'lish yoki yashash ixtiyorligi beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda har bir payg'ambar o'zining jannatdagi joyini ko'rib tanlash ixtiyorligi berilmagicha ruhi qabz qilinmaydi degan. Birlikka kelingan hadis. Musa alayhissalomning hayot vaqtida muqaddas zaminni fath qilishi nasib bo'lmagan. Payg'ambarlarning vafotidan keyin qabrisini yutkash Allohning iznisiz joiz bo'lmaydigan bo'lg'achqa, Musa alayhissalom muqaddas zaminda dafn qilingan anbiyo va solihlarga yaqin dafn qilinishni so'ragan. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men Isro qilingan kechasi qizil qumloq qashidagi Musoning qashidan o'tdim. U qabrisida turib namoz o'qiyotgan ekan" degan.
Sajiya İslam Bilimleri Tədqiqat Mərkəzi. Doktor Abdulaziz Rəhmətullah.